Assalomu alaykum YouTube ahli. Biz videoda bugungi uskunalarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ya'ni restoran, kafe, oshxonasi bor akalarimiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib kuzatib turinglar. Aynan bu video sizlar uchun, sizlarga manfaatli bo'ladi. Yaqinlarga yuborib tashlayman bu videoni va like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib o'tinglar. Biz boshladik. Okalar, mana bir chekkadan ko'rsatib o'tamiz obzor qilib. Mini, ya'ni mana shunaqa nerjivaki xon bo'ladimi? Qanaqangi o'zingizga mos xonlaringiz bo'lsa, mana shunaqa qo'yib ishlataverasiz. 4 talik minisidan boshlaymiz va 8 talik bo'ladi. 6 talik 2 ko'zlik mana bunaqa sifatli darajada ishlangan gaz plitalarimiz bor. 4 ta ko'zlik, oyoqli bo'ladi bular mana. Oyoqlik. Mana bunaqa stolga qo'yib ishlatadiganlar ham juda ham sifatli ishlangan, e'tibor berasizlar mana. Kimga qanaqasi qiziq bo'lsa, qanaqa ko'zligi qiziq bo'lsa, telefonlarimizni video ostiga qo'yib o'tamiz. Malol buyurtma berishingiz mumkin. Katta oshxonalarga mana bunaqasi ham bor. 8 ta ko'zlik va 6 ta ko'zlik. Va mana bunaqa mini 2 ko'zlik bor. Joyi shunaqa holatda bo'lgan akalarimiz bo'lsa, mana 2 talik, 3 talik ko'zliklarimiz bor. Videoni kuzatib boringlar, sizlarga yana davom etamiz. Mana bu yerda 4 talik gaz plitalarimiz mavjud sotuvda. Katta oshxonasi bor, restoran bor. Ob'yemi katta akalarimiz bo'lsa, juda ham sizlar bor bular. Mana 4 ta minisi bu, miniroq. Ko'zga e'tibor berasizlar. Polni nerjivakidan ishlangan, polkalargacha nerjivaki bularning hammasi. Va elektr plitalarimiz ham sotuvda mavjud. Mana ko'rib turganingizdek 4 talik, 3 talik, 2 talik ko'zlik sotuvda mavjud. Kimga qanaqasi qiziq bo'lsa, videoni yaqinlarga jo'natib tashlayman. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, like bosishni unutmanglar. Sog' bo'ling.